Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Makkaga yaqinlashganda Nahla degan bir xurmozor bor. Mana shu Nahla degan joyga kelganda bir oz dam olgani o'tirdilar. U joyda dam olayotganlarida Rasulimiz alayhisolatu vasallam bilmagan bir voqea bo'layotgan edi. U voqea shunday ediki, Nasibin degan joyda jinlar to'plangan edilar. Jinlar bir-birlari bilan o'sha joyda mashvarat qiluvdilar. Nima bo'lyapti bu? Nima uchun biz osmonga chiqamiz desak, osmon eshiklari biz uchun berkildi. Bizga yulduzdan uchqunlar otilib, biz u yerdagi farishtalar o'qiyotgan taqdir kitobidagi voqealarni o'zimizga ergashganlarga olib tusha olmay qoldik-ku deb shikoyat qilib, buni sirini bilishlik uchun bunga sababchi bo'lgan zot Rasulimiz alayhisolatu vasallam ekan, ana bunga zarar keltirish ma'nosida ketishayotgan edi. O'sha Nahla degan joyda Rasulimiz alayhisolam qiroat qilib namoz o'qiyotdilar. Ular Qur'onni eshitib to'xtab qoldilar. Qarangki, ular zarar keltirgani keluvdi, lekin ular iymonga kelib qoldi. Rasululloh sallam bilmagan edilar o'zi buni. Alloh Qur'onda bildirdi: "Astaizu billah, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba." Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ayting sizga vahiy qilindi. Ya'ni Rasululloh sallamga bildirilyaptiki, bir necha nafar jinlar kelib Qur'onni eshitib qolib turib, ular aytayaptiki, o'zlari bir-birlariga borib o'zini izdoshlariga, raislariga aytayaptiki, inna sami'na Qur'anan ajaba. Biz ajoyib bir Qur'on eshitib qoldik. Yahdi ila rushdi. U Qur'on